O'zbekiston va dunyodagi bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bizning Dunyo yangiliklari YouTube kanalimizda. Bugun dasturimizda Bill Gates. Sun'iy intellekt ulkan rivojlanishga olib keladimi? Texnologiya olamining eng mashhur insonlaridan biri, Bill Gates, sun'iy intellekt bo'yicha joriy hipi haqida keskin va bir oz ogohlantiruvchi fikr bildirdi. Uning aytishicha, bugun sun'iy intellekt atrofida shunday shov-shuv borki, bu 2000-yillar boshidagi mashhur dotcom pufagini eslatadi. Gates Temp telekanaliga bergan intervyusida texnologiyaga bo'layotgan investitsiyalar haddan tashqari oshib ketgani, ayrim kompaniyalar kelajakda ulkan muvaffaqiyat qozonishi, boshqalari esa yo'qotishlarga uchrashini aytdi. Bu sof spekulyatsiya deb bo'lmaydi, lekin baribir pufak unsurlari bor, dedi u. U tarixdagi mashhur lola maniyasini eslab o'tdi. Bir paytlar oddiy lola guli narxi osmonga chiqib, so'ng birdan qulashi tarixga kirdi. Gatesning fikricha, sun'iy intellekt bilan bunday ekstremal holat bo'lmaydi, ammo dotcom pufagiga o'xshash jarayonlar sezilmoqda. 1990-yillar oxirida internet kompaniyalarga bo'lgan talab o'ta yuqori bo'lgan. Ularning kopi qimmat baholangan, keyin esa bozor keskin qulab, minglab kompaniyalar yo'q bo'lib ketgan. Faqat eng kuchlilar, Amazon, Google, eBay, omon qolgan va bugungi gigantlarga aylangan. Xuddi shunday sun'iy intellektda ham kimdir yutadi, kimdir kapitalini yo'qotadi. Ayniqsa, qimmat energiya sarflaydigan data markazlariga shoshilinch sarmoya kiritayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak, deydi Gates. Shunga qaramay, u sun'iy intellektni o'z hayotidagi eng katta texnologik yutuq deb atadi. Uning fikricha, sun'iy intellektning haqiqiy qadr-qimmati shunchaki trend emas, bu butun dunyoni yangidan shakllantiradigan texnologiya. Yana pufak bo'lishi mumkin, ammo bu safar inqiroz ortidan ulkan rivojlanish keladi. Eng to'g'ri joyga sarmoya kiritganlar kelajak texnologiyasining g'oliblari bo'ladi.